Menimcha hammalar bilasizlar va ko'rgansizlar, Koreyada sakkizoyoqni juda ham ko'p odam iste'mol qiladi va u odatda zakoska bo'lib yeyiladi. Aytmoqchimanki, tiriklagan holda. Koreyada 2010-yilda Hevon ismli 22 yoshli qiz sakkizoyoq yeb vafot etdi. Lekin bu hammasi emas. Hevon ismli qiz Koreyaning bir chet shahrida kambag'al oilada tug'iladi va uni oilasida boquvchisi faqatgina uni dadasi bo'ladi. Va Hevon ulg'aygandan keyin "Men endi o'qishim kerak va o'zimni o'zim moddiy tarafdan ta'minlashim kerak" deb boshqa shaharga ko'chib keladi va u texnikumga topshiradi. Hevon kunduz kuni o'qisa, kechqurun ishlardi. Uning eng katta orzusi bu tishlarini davolash edi. Chunki uning tishlari bir ahvolda edi. U hattoki kulsa ham yoki jilmasa ham doim og'zini yopib kulardi va u doim tishlari nosog'lomligi uchun ovqatni juda ham tanlab yerdi. Qattiq narsalarni umuman og'ziga olmasdi. Oradan sekin-sekin vaqt o'tib, Hevon Kim ismli bitta bola bilan tanishadi. U undan 10 yosh katta bola edi. Kunlarning birida esa Kim Hevonga "Bugun uchrashaylik, mazza qilib o'tiramiz" deydi va ishidan vahil chiqishini aytadi. Hevon bu narsaga rozi bo'ladi. U ishdan chiqqanidan keyin bir kichkinagina kafega keladi. U yerda u yigiti bilan so'j ichishadi va shundan so'ng soat 3 larda kafedan chiqib, ular motelga borishga qaror qilishadi. Motelda bitta xona zakaz qilib, o'sha vaqtda yigit ko'chadan sakkizoyoq oladi. Tirik sakkizoyoqlar va ular u yerda boyaga olgan sakkizoyog'i ichimliklarni sekin-sekin ichishni boshlashadi. Oradan 2 soat vaqt o'tib, moteldagi administratorga telefon bo'ladi, ularning xonasidan. Moteldagi administrator qiz olganida, boyagi yigit "Mani qizim o'lib qolyapti, sakkizoyoq tiqilib qoldi tomog'iga" deb aytadi. Qiz esa qo'rqib ketadi va tezda ularning xonasiga chiqadi. Lekin bitta savol tug'iladi. Nimaga bola o'zini telefonidan yoki o'sha Hevonning telefonidan skoriy pomощga, ya'ni tez tibbiy yordamga telefon qilmadi? Nimaga u motelda administratorga telefon qildi degan savol tug'iladi. Boyaga administrator ularning xonasiga chiqqanda, Hevon spalnida to'g'ri orqa bilan yotganini ko'radi va yonida ho'l sochiqni ko'radi. Hevon o'sha vaqtda nafas ololmayotgandi o'sha va buni ko'rgan administrator qiz politsiya chaqiradi, tez tibbiy yordam chaqiradi, u yerga politsiyachilar keladi, skoriy pomosh keladi va Hevonni reanimatsiyaga olib ketadi. O'shanda politsiyachilar yigitidan o'zi nima bo'ldi deb so'raganda, Hevon sakkizoyoq yemoqchi bo'ldi, sakkizoyoq esa tirik edi va o'shanda tomog'iga tiqilib qoldi. Men tez tibbiy yordam ko'rsatdim, birinchi tez tibbiy yordamni. Uni ko'kragidan yurak massaji qildim. Keyin ho'l sochiqni yuziga artdim deb aytadi. Buni ko'rgan politsiya ham menimcha shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Oradan vaqt o'tib, Hevon reanimatsiyada 6 kun yotadi. Hevon ota-onasi esa bolnitsaga tezda kelib bu narsalarni eshitib hayron qolishadi. Uning yigiti esa ota-onasiga "Biz birga yashamoqchi edik, meni niyatim jiddiy edi, shunaqa bo'ldi" deb aytadi. Ota-onasi esa bu narsaga ishonishadi va qiz 6 kundan keyin hayotdan ko'z yumadi. O'shanda Hevonning ota-onasi qizni har doimgidek ko'mishga tayyorlayotganda, boyagi yigit aytadiki, "Menga Hevon unaqa demagandi. Agar men o'lsam, iltimos meni yo'q boringlar va kulimni dengizga sochinglar" deb aytgandi. U shunaqa tinch o'limni xohlagandi deydi. Ota-onasi esa bunga ishonishadi. Oradan bir necha oy o'tgandan keyin esa Hevonning ota-onasining uyiga strafovkadan bitta xat keladi. Hevon ota-onasi hayron qoladi. Nahotki qizimiz o'zini o'limini strafovka qilib qo'ygan deb o'ylaydi. Bilasizlar, agar Koreyada sizlar o'zingizlarning hayotinglarni strafovka qilsanglar, agar tasodifiy o'lim bo'lsa, sizga davlat o'sha strafovka qilgan kompaniyangiz pul beradi. Va o'shanda Hevon otasi surishtirib boshlaydi. U Hevon strafovka qilingan kompaniyaga borib, o'zi nima bo'lgandi deydi. O'shanda aniqlanishi bo'yicha, Hevon o'zining yigiti bilan, Kim bilan bundan bir necha oy oldin strafovka qilishgan ekan uni hayotini. Va eng qiziqarlisi, strafovkada birinchi Hevon ota-onasi turgan. Agar Hevon o'lib qolsa, hamma pullar uni ota-onasiga beriladi degan joyi bo'lgan. Lekin oradan 1-2 hafta o'tgandan keyin